Obunachilar kecha kuni mashq ko'ramiz qo'ydik. 80 millionga bitgan desa ko'pchilik ishonmadi. Hozir mana bitta yozib tushdi, egalar aytishdi. Necha pul sarflashganini. Videoga oxirigacha ko'rib, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar akalar. 400 ming odam ko'rdi akalar bir kunda. Qiziq ekan qo'ra qilish mana. Ko'pchilik obunachilar ham so'rayapti, qanaqa qo'ra qilsam deb. Olib kelingda yaqinroq. Uzuni 22 metr bo'lgan qo'yxonamizni, bo'yi 4 metr bo'lgan balandligi. Tevaga hasha bosadigan qilishgan. Bag'i 7 metr bo'lgan akalar, bag'i mana. Xullas akalar mana. Akamiz aytibdilar, temirning o'ziga akalar 20 million ketibdi mana. 20 million mana shu oxir, mana ustun, hamma yo'g'i temir sohasi borki 20 million ketibdi mana. Mana shu devor akalar o'zi bo'lgan ekan mana. Mana shu ravot bilan devor bo'lgan ekan. Mana shu devor qilishmagan akalar. 20 million so'm ketibdi. Mana elektrik ishlar, televizor, mana shu ventilator, mana suv klimatlariga akalar 3,5 million ketibdi. Televizor bilan mana shu elektrik ishini o'zi akalar. 3,5 million. 1 million so'm akalar. Mana suv sepishiga ketibdi akalar mana. O'rnatishgan. Mana shu setka, mana shu temirlar bilan 1 million bo'pti akalar mana shu. 1 million so'm u bo'pti akalar. Akalar santexnikka 1 million berishdi. Mana shu mana suv chiqyapti mana, qaranglar. Texnologiya qilishgan mana. Suv chiqadi, ba'dan tushiradi mana. 1 million so'm suv haqqi bilan bo'pti akalar. Santexnik 2 million so'mga akalar mana shu stajga qurilgan akalar. 2 million so'mga mana shu 22 metr joyga shivyonkasi bilan sementi bilan 2 million so'm ketibdi akalar. 2 million so'm ketibdi akalar. 6 million so'm usta haqqi olibdi akalar. Sement qo'yib berganiga usta haqqi 6 million so'm olibdi akalar. Bu temirni qilib berganga akalar mana shu oxirlarda qurib bergan akalar 10 million so'm olibdi akalar. 10 million so'm olibdi. Mana shu tomni olgan ustalar akalar 12 million so'm olibdi akalar. Mana shu 22 metr tomni olgan ustalar akalar 12 metr olibdi akalar. Keyin 4 million 800 ming so'mga shu ustunlar kesibdi akalar. Tevasi-yu общий 17 million 200 ming so'mlik akalar mana shu taxta kesibdi akalar mana shu. 17 million 200 ming so'mlik taxta kesibdi. Mana shu devorlar o'zi bo'lgan akalar. Ko'pchilik devorlar bilan qilsa bo'lmaydi bu pul akalar. Devorlar o'zi bo'lgan. Mana 100 ta qo'yga moslangan akalar, xullas akalar. Общий hisobda akalar 77 million 700 ming so'm ketyapti akalar. Endi ag'bag'i bilan akalar, endi mana juda rasudlari bo'lishi mumkin. Ular yozilgan yo'q. 80 million bitganda akalar mana shu qo'ra akalar. Mana 80 millionga ustidan ham endi sizlar qanday gaplashganingizga bog'liq akalar. Endi bular Orzora o'zlari tanish bo'lganmi, Orzora gaplashganmi bilmadim akalar. Mana shunaqa pulga tushargan akalar mana. Lekin poplashgan, tayin alinglar shilmonga qilishgan. Sisam pastga tushiradigan qilishgan akalar. Tayyor akalar. Shuna videolar kuzatib olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bundan ham arzon qo'ralar chiqsa akalar qo'yamiz akalar. Hozircha akalar shu akalar mana. Qarang, sharoit qarang. Suvlar sepib turadi, televizorlargacha bor, hamma yo'g'i zo'r akalar. Qishda akalar maktabni tushirib olib berishaver ekan mana. Maktabni tushirgan qilishgan. Tevasini ham qaranglar, loy bosib qilishgan akalar. Obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar akalar.